O'zbekiston Respublikasi sinfdoshlar birdamligini ta'minlash sudi ayblanuvchi sinfdoshlar guruhiga yozmay ketgan Shaymqulov Azbek Akram o'g'lini sudini ochiq deb e'lon qiladi. Sud so'z navbatini qo'llovchiga beradi. Marhamat. Rahmat, hurmatli sudya. Bu shaxs sinfdoshlar guruhiga qasddan yozmagan. Bu yetmaganidek, sinfdoshlar tashkil qilgan tadbirlarga bezbetlarcha kelmagan. So'z navbatini oqlovchiga beramiz endi. Marhamat. Becharan megabayti bo'lmagandir. Balki zaryadi tugagandir. Balki yig'inga boshqa puli bo'lmagandir. To'g'ri lekin. Yolg'on, hammasi bo'xton, safsata. Mana ayblanuvchining har doim megabayti bo'lganligi haqida kompaniyaning xulosa nuqtasi. Bu nuqta soxta bo'lishi ham mumkin-ku. Sud har ikkala tomonni tinglab keltirgan isbot dalillarni ko'rib chiqib hukm qiladi. Ayblanuvchi Shaymqulov Azbek Akram o'g'li sinfdoshlar birdamligini ta'minlash kodeksining 480-modda 3-K bandi 1-qismi qasddan guruhga yozmaslik o'zini olib qochish. 712-modda 4-Q bandi 2-qismi sinfdoshlar yig'ilganda ataylab turli bahonalar ro'yxat chiqib kelmaslik. Jinoyatlarni sodir etgani uchun aybdor deb topilsin va 6 oy muddatga Telegram messenjeridan chetlatilsin. Aybdorning PUBG akkauntlari udalt qilinib, Yo'q, iltimos. telefoni musodara qilinsin. Sinfdoshlarga vaqt ajratmay qizchasi bilan aloqada bo'lgan barcha yozishmalari skrinshot qilinib, boshqalarga o'rnak bo'lish uchun guruh va kanallarga tarqatilsin.